Bugungi topshiriq oylar davomida bo'lib o'tayotgan ushbu konkursimiz hozir bir necha soniyalarda ko'z o'ngingizda yakun topadi. Qarab yuboring, janob. Ha? Nimadir bo'ldimi? Menda gaz plitasi ishlamayapti. Tushunmadim. To'rt daqiqa qoldi. Eslatib o'taman, shu vaqt ichida ulgurmagan har qanday ishtirokchi bu tanlovdan chetlatiladi. G'olib bo'lgan esa 100 ming yevroni o'zi bilan olib ketadi. Shu bilan birga Michelin tomonidan berilgan 3 yulduz sohibi bo'lgan Paul Bonnar restoranida bosh oshpazlik qilish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Xonim, nima qilyapsiz? Aqldan ozdingizmi? Menimcha ha. Ruxsat etilmagan uslubdan foydalanishingiz mumkin emas. Eng yomoni tayyor bo'lmagan ovqat. Shunday deganmidingiz? Va men buni ma'qullayman. Undan ko'ra aqldan ozganim yaxshi. Xonim. Go'shtni olovda yaxshilab qizartirib olamiz. Steyk pishirish jarayonida bu bosqichni o'tkazib yuborib bo'lmaydi. Go'shtni usti qarsildoq bo'ladi, ichidagi yumshoqlik va iforni saqlaydi. Bu Maillard reaksiyasi deyiladi. 2 daqiqa vaqtingiz qoldi. Qani tezlashinglar. Bir daqiqa vaqtingiz qoldi. Vaqt tugashi bilan hech nimaga qo'l tekkizmanglar. Vaqt tugadi. Endi bizni jurilarimiz tomonidan eng maqbul taom tanlab olinadi. Hamma e'tiborini jamlasin. Men tayyorlagan taom Hyunkan Begendi deb nomlanadi. Tarjima qilganda qirolning nozik didi. Kreativ nom, lekin bu taom qirolga menimcha yoqmaydi. Ushbu ziravorlarni o'sha davrdagi narxi oltin bilan teng bo'lgan va qirollar o'z qudratini namoyish etish maqsadida doim taomlarga ushbu ziravorlardan qo'shishlarni buyurgan ekan. Ochig'ini aytaman, ziravoringiz taomni buzibdi. Janoblar, bu turkiya go'shtdan tayyorlangan ruletlar. Ludovikning ayoli bo'lgan Mariya Antuanettaning sevimli taomlaridan biri. Iltimos tatib ko'ring. Har chaynalgan vaqti o'zgacha ta'm paydo bo'larkan, lekin agar asos sifatida mol go'shtini olganimizda ta'm xuddi shunday bo'lgan bo'larmidi? Va nihoyat qonun-qoidani buzgan buzg'unchi. Bug'u go'shtidan shatabrian steyki. Go'sht bo'lagi guruch somonida yaxshilab qizartirib olingan. Qayla tarkibidagi qizil jensheng go'sht mazasini achchiq shirin qiladi. Yana soya urug'laridan qayla va Koreya arpa unidan miso garu mavjud. Sitrus mevalar konservasidan ikra ham mavjud. Dudlangan ta'mni his qilyapman. Steykning rangi men o'ylaganimdan chiroyli chiqibdi. Bu qirollik taomi bo'lib, aynan guruch somonida yoqib tayyorlangan. Tayyorlash usuli esa Choson davridan beri mavjud. Choson davrida? Xuddi shunday. Qadimda Koreyani Choson deb nomlashgan. Uning rahbari esa qirol Yon Higun bo'lgan. U juda nozik tab qirol bo'lgan. Kiyik go'shtidan steyk esa uning sevimli taomi bo'lgan.